Assalomu alaykum, mashinamiz obunachilari. Damas Van qidirib yurgan mijozlarimiz uchun idealniy holatda, arzon narxda Damas mashinamiz bugun sotuvga chiqdi okalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, men sizlarni mashina bilan tanishtirib chiqaman. Mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qaymoq svet okalar. Mashinamiz chiroyli holatda turibdi. Chexollar kiyizib qo'yilgan okalar, ko'ringlar, sop qo'yilgan, bosib o'tgan masofalari 207 ming kilometr yurgan. Damaslarni so'raydigan savollari zadnamos korobkasi qanaqa deyishadi. Zadnamos korobka hadovoylari zo'r holatda turibdi. Ichki salonlari ham okalar, mana mashinamizni idealniy holatda turibdi. Kraskasi qayda deydigan bo'lsangiz okalar, 25% ATB'da kraskasi bor. Bu mashinamizni olib, mazza qilib haydashingiz uchun okalar $5,5 ming barakasiga o'tib beriladigan joyi bor. Bizga obuna bo'lib kuzatishni umid qilaman. Mashinamiz sizlar